Qorning ochdimi degan savol deysiz, har kimdan har xil ta'sir qiladi. Bilasizlar, men misol aya faqat rostdan qorningiz ochganini so'raydi. Misol ota qorning ochdimi desa, u qanaqadir ish chiydi kelayotgan bo'ladi. Shu gideta bir 24 kun ham ovqatlanib o'tira olaman-da. Uka qorningiz ochdimi degan bo'lsa, u mana shu kechab yeb qo'ygan narsangizni yeb qo'ymoqchi bo'lib so'rayotgan bo'ladi. Opa qorning ochdimi desa, u nimanidir pishiryapti, pachag'ini chiqarib qo'ygan bo'ladi. Shuni jinoyat izini yo'qotish maqsadida. Uka qorningiz ochdimi? Yo'q, ochmadi desa. Zo'r qilib smetanali pirashka pishiruvdim-da, ozgina bir tog'ora yemaysizmi? Yo'q, unchani faqat otam yeveradi, qizim xafa bo'lmasin deb. Agar kimdir qachandir chesnovdan kompot kutdi desa, men to'shni bilaman kim qalamiga mansub bo'lishini, u narsani. Yo, opam yaxshi. Opa bo'lgandan keyin qarindoshlar grupasi bo'ladi. O'shitga men misol, "Opa, men sizni yaxshi ko'raman, siz meni borlig'imsiz" deb bitta galasovoy tashab qo'ysam, opam grupani profiliga meni rasmim qo'yib qo'yardi, tushunasizlarmi? Xuddi shunaqada. Hozir o'ylayapman, pul tashlasam, menimcha ukamni chiqarib ham yuborsa kerak grupadan shab.